Voy, sen shu Bugatti'ni Galertuzga sovg'a qilmoqchimisan? Ha, nima qilibdi? Axir bu qishloqni tagida millionlab oltinlar yashirilgan. Sen tasavvur qilolmaysan. Shuncha pulni ayamaslik kerak. Ha, ha. Ha, unda to'g'ri qilibsan. Okey, mana men polizchilarni qilish kerak, obunachilar bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'sh, salomlashish kerak oldindan avval, kechirasizlar. Xo'sh, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Galertuz do'stlarimning yangina videomga xush kelibsizlar. Okey, odatdagidek ish, ya'ni poliz ikkilangan qarab chiqish kerak. Nima bilan olib chiqish kerak? Hoppa, Supermendek tezmandek. Xo'sh, mer ham biladi shu tez harakat qilishim uchun fermerlarni bosh fermer qilganman. Xo'sh, bo'ldi, mana ikki qatorni ekamiz. Xo'sh, mana bilan ekib chiqsak, endi esa bu qatorga o'tamiz, obunachilar. Xo'sh, mana bilan ham ekamiz, bilan chiqamiz. Mana o'ramiz. O'tlarni chiqqach, o'tlarga kartoshka ekib chiqqanmiz, obunachilar. Biroz Minecraft qotib o'rdim. Uzrasizlar. Xo'sh, mana o'tlarni ekib chiqib, xo'sh, men endi buni merga olib boramiz, obunachilar. Obunachilar, iltimos sizlardan yangi yilgacha birga bo'laylik, xatyabi. Xo'sh, qanunda tezroq obuna bo'lamiz, obunachilar. Obuna bo'lmaganlarni mashketmon bilan urib o'ldiraman. Hazillashdim. Okey, Mamutlarga kelib, mana mer uyi oldiga ham keldik. Nima bu? Galertuzga mangam rostdan. Oxir bu Bugatti Chiron-ku, oxirgi rusumli Bugatti. Butun davlatlarda 9 ta faqat. Bu yerda sandiq. Keyin ochib ko'raman, avval merdan so'rash kerak. Balki mernikidir. Salom javob ber, kirish mumkinmi? Ha, kiraver, kirib oldik-ku. Ha, to'g'ri. Xo'sh, nima xizmat? Mana bu yerda Bugatti turgan ekan, siz bilmaysizmi? Yo'q, bilmadim lekin agar hech kimniki bo'lmasa, bu davlatniki bilasan. Ha, bilaman, lekin bu yerga Galertuzga, ya'ni menga deb yozilgan. Nima? Senga? Ha, shunday deb yozilgan, qarang hali. Ko'rishga vaqtim yo'q. Sengami? Demak, senga sovg'a qilishgan. Yo'q, kim sovg'a qilgan? Balki obunachilarimdan biridir. Bilmadim lekin. Okey, nima bo'lganda ham bo'lsin, mana polizchilarni olib keldim sizga. Xo'sh, mana bularni ham tashlaveray. Xo'sh, aqlli fermersan-da, juda ham zo'r fermer. Shuning uchun seni bosh fermer qilganman. Menda ishlayman o'zim. Okey, obunachilar, yo'q, Bugatti menga obunachilar, tasavvur qilinglar, bu Bugatti Chiron-ku. Ya'ni eng oxirgi rusumli yo'q. Mana sandiqda kaliti bor ekan. Galertuzga. Obunachilar, eshikni ochaylikchi. Obunachilar, buni qaranglar, salonini qaranglar. O'zni obunachilar. Bugattijon. Yo'q, juda ham tez ekan. Yo'q, boshqarib bo'lmayapti. Sekin orqaga zatliga uramiz. Yo'q. Juda ham tez. Obunachilar hatto tasavvur qilib bo'lmaydigan tez ekan. Mana bu sekin haydash kerak. Drift uchun mos ekan bu Bugatti. Xo'sh, bu Bugattini qatga qo'yish kerak. Balki o'g'irlab ketsa-chi bu Bugattini. Yashirish kerak obunachilar. Yo'q, sekin. Bu drift uchun mos ekan, obunachilar portlab ketib qolmasin yana. Yo'q. Obunachilar. Bu obunachilar bunga garaj qilishga normal kerak. To'xtanglar, men avvalgi videoda garaj qilganimni ko'raman. Video ekranida prevyusi. Botga tiqilib qoldi. Buni garajga olib borib qo'yamiz, obunachilar. Shuni zo'r bo'ladi. Hali videoni ham montaj qilish kerak, bu videoni. Yo'q, sekin. Buni qirqincha o'lamani o'ylayman. Sekin orqaga zatliga o'tirib boraveramiz. Garaj yo'liga boraveramiz. Mashinani boshqarish
juda ham qiyin ekan drift uchun mashina sar astagina gazni bunday qilib borsam kerak. Bunaqa sekinroq qilamiz. Tushamiz mashinada. Turib naridan F3 ni bosib o'raman. Mana bu yerda ochamiz. Umid qilamanki bu yerga sig'adi. Mana bu o'tlarni yurish kerak. Bu loy bo'lmasligi kerak. Mana bu Bugatti-ku. Agar oranglarda Bugatti fanati bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni yozing. Bilmadim, kommentariyaga yozib qoldiring. Endi buni zatniga urib buni kirgizguncha o'lasan-u. Kirgizamiz Bugattini. Ajoyib Bugattijon ekan bu. Sekinroq qilib mana oppo urib oldim, yo'q. Amallab kirdim, urib olgan bo'lsam ham hech qisi yo'q. Sekin yo'q bo'ldi. Juda ham qiyin ekan. Obunachilar tasavvur ham qila olmaysizlar. Tashqarida paydo bo'lib qoldimi? Mana bu yerda bo'laveradi. Tashqarida paydo bo'lib qoldim. Yo'q, bu yerda buzib tashlabdi-yu. Bekorga nol Bugatti mana shu yerda pachag'ini chiqarib tashlabdi. Bitta joyga qo'yib qo'yamiz. Eshigini yopamiz. Oppo eshik yopilmayapti. Boshi taxta bo'lagiga xalaqit qilyapti. Mana bu yerda bo'lsa, oppo. Mana shu yerda buzaylik, obunachilar buzamiz. Buzish kerak bo'lmaydi. Mana bu yerda buzamiz. Eshik yopilmayapti, shunda ham yo'q. Mana bu yerda bo'lsak, bo'ldi, eshik yopildi. Endi bu yopib qo'yish kerak. Amallab kirarman keyingi safar. Mana bo'ldi, yopib qo'yamiz. Obunachilar, shu joyda xayrlashamiz. Barchaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Golyar Tuzg'oldan fikrlaringizni kommentlarga yozib qo'ying. Asosiysi yangi yilgacha bir bo'lish. Hammaga xayr obunachilar.